Zapis bormi? Otangga rahmat degandek bo'lmasin. Muzikaga likkillab turgan ayolga sherigim aytadi. Aslida o'likning tepasida yig'lash kerak deydi. Hozir vaziyat shunaqa, o'likning ustida kulishga majburmiz deydi. Ajoyib zamonda yashayapmiz. Agar to'g'rilik bilan tasarruf qilsak, uzoqlashishadi. Agar niqobni kiyib olsak, yaqinlashishadi. Bir. Bor, zapis bor. Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan men Doston Shuhratovich. Hozir gaplashadigan mavzumizni videoning boshida ko'rdilaringiz. Mana shu qiliqlarga, bo'lmag'ur qiliqlarga nisbatan sizlarning fikrlaringiz qanaqa? Nima deb o'ylaysizlar? Tasannoga loyiq ish bo'lganmi mana shu yerda yoki yo'q? Shaxsan mana shu hozir sizlar ekranda ko'rayotgan videoni Instagramdan xuddi biza yashaydigan hududda olingan bo'lib, Instagramdan bizaga ekran zapis qilib tashlab berishgan. U yerda yozilgan kommentariyalar, "Bos gazini, davay zo'r bo'pti, cho'tki bo'pti" degan ularni o'ziga o'xshagan, mana shu videoni mualliflarini o'zlariga o'xshagan ayrim shu ramkani ichidagi odamlar yozishgan, qo'llab-quvvatlab. Ayrimlar yozgan, bu yerda go'zallik salonlari bor, bu yerda erli xotinlar bor, bu yerda to'yga tayyorgarlik, endi bilasizlar, ayollarni salonga qatnashini tayyorgarligi bo'ladi. Mana shu yerga kelib ketuvchilarni ham obro'siga ta'sir qiladi. Keyin ana shu yerda ishlaydiganlarning obro'siga ta'sir qiladi. Bu ishlarni qilishlaringiz noto'g'ri deb yozilgan kommentariyalar ham bor. Xuddi mana shu mazkur videoni bizga tashlab bergan odamning kimligini aytib bo'lmaydi, buni bilasizlar. Xavfsizlik nuqtai nazaridan va men sizlar hozir ekranda ko'rayotgan videoni blur qilib qo'yganligimni, xira qilib qo'yganligimni ham sababi bor o'ziga yarasha, chunki hali muddati bor, 7 kunlik. Bu videoni men Xorazm viloyati Hazaras tumani profilaktika xodimlariga tashlab berganman. Mana shunaqa tuman markazida holat bo'lgan, shunga nisbatan chora ko'rilishi bo'yicha chora ko'rilsin deyilishining sababi ham bor, chunki o'zingizlar ko'rib bilib turganlaringizdek, bu qaysi hududda, именно Hazaras tumanida endi birinchi holat bu narsa men ko'rganim. Boshqa tumanlar, boshqa viloyatlar, respublikaning har bir hududida bo'lgan taqdirda ham men shunaqa chiqish qilgan bo'lardim, ko'rib qolsam. Aslida to'g'ri, noto'g'riligini baho berish qanaqa, o'zi to'g'rimi, noto'g'rimi deb baho beramiz deydigan bo'lsak, buni o'zi noto'g'rida, chunki bu qilinayotgan ishi o'zi to'g'ri, noto'g'riligini o'zimiz bilamiz. Buni yana so'rash xato. Ichish to'g'rimi, noto'g'rimi deganday narsa. Buni noto'g'riligini hammamiz bilamiz. Bu videolarni olib obro' olib bo'lmaydi. O'zi asli ijtimoiy tarmoqqa joylab obro' olib bo'ladigan videolar emas bu. Qanaqadir bir suyuq ayolni, qizni olib kelib mashinaning orqasida ko'tini likkillatib qo'yish, bu jamoatchilikda yurish-turish qoidalarini buzish statyasi bilan baholanadi. Qonun bo'yicha gaplashiladigan bo'lsak. Mana shu joyda, hududda yashaydigan odamlarni ham obro'siga ta'sir qiladi. Qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, shu hudud qayerdaligini kim bilsa yozadi baribir kommentariyaga, "Bu falon joy-ku, bu falonchi-ku, o'yinchi, yoki yana bir balo" deb yozilishi mumkin. Yaxshi u qiz yuzi ko'rinmagan bu videoda. O'sha qizni yaqinlarini yoki o'zini baxtiga. Jostki gaplardan vaziyat emas hozir. Chidan chiqish kerak. Aslında nerishda gaplar qaytadi, navoiy yurish ahvoli. Lekin jostki gapirsa bo'ladi, bo'lmaydi emas. Avvalgi sostoyaniya bo'lsa gapirsa bo'ladi. Hozir vaziyat sal og'irroq bo'lganligi uchun jostki gapira olmaymiz. Sal kulibroq gapirishga majburmiz. Ilojimiz qancha. Lekin hayolimni o'tkazayotgan, ko'nglimni o'tkazayotgan barcha jostki gaplar mana shularga bag'ishlanadi o'zi aslida. Yo'q, bo'linga tepasida yig'lash kerak-ku o'zi. Hozir vaziyat shuni taqozo. Yig'lab bo'lmaydi, uni ustidan kulish kerak. Shunaqa. Menimcha shu aytgan gapingiz eshitilmadi. O'zim yana bir marta takrorlab aytaymi? Aslida
Sherigim aytadi. Aslida o'likning tepasida yig'lash kerak deydi. Hozir vaziyat shunaqa, o'likning ustida kulishga majburmiz deydi. Endi kulgu o'z yo'liga, lekin zo'r o'qinglarni yebsizlar. Qo'pol qilib aytganda, kutamiz. Yana 5 kunlik muddati bor. Ommaviy axborot vositalari orqali jurnalist blogerlar tomonidan tarqatilgan materiallarni rasmiy bayonotini berish, ichki ishlar xodimi bo'lsin, boshqa idora tashkilotlar bo'lsin, ularga beriladigan rasmiy bayonotining muddati 7 kun bo'lib hisoblanadi hozirgi vaqtda, avval 15 kun edi. Shuning uchun yana 5 kun kutishga majburmiz. 2 kun bo'ldi bu material tashab berganmiz. Tashab bergandan keyin uxlab turganimizcha tong otguncha videoni ijtimoiy tarmoqdan profillaridan, ya'ni olib tashashgan. Yaxshi vaqtida issig'ida olib tashalgan bu narsa. Yengilroq jazo berilishi mumkin, lekin jazosiz qolishi ham mumkin emas. Qonunchilik bu qonunchilik. Qonun buzildimi, javob berilishi kerak. Jamiyatda yurish-turish qoidasini saqlash bu hammamizning burchimiz. Faqat bir aqlsiz odamni qilgan ishini deb o'sha botqoqqa botib yurishga biz ham majbur emasmiz. Sizlar ham majbur emassizlar. Hech birimiz majbur emasmiz. Mana shu bolani misol yaqinlari, ota-onasi qilgan ishidan uyalib qoladigan, ayrim yomon ishlarni shularning yonida qilmaydigan yaqinlari bo'ladi baribir. Kimdir akasi bo'lishi mumkin, tog'asi bo'lishi mumkin. Shular bilan birgalikda mana shu ishni qilishga yoki shu tayyorlagan materiallarni ular ko'rishiga, bu materialni tayyorlagan bolalarning o'zini fikri qanaqa ekan? O'zini qanaqa his qilar ekan shularning yonida? Keyin mana bu muzikaga likkillab turgan ayolga murojaatimiz shu, kimnidir qo'g'irchog'i bo'lib, duch kelgan odamni qo'g'irchog'i bo'lib, duch kelgan sambuferdan chiqayotgan bitis-bitisga mana shunaqa qomatini liqillatib yurib, ertaga kimnidir ayoli, onasi bo'lish degan buyuk sharafga ega bo'lgan vaqtida o'zini kechira olarmikin mana shunaqa ishlaridan keyin? Endi bilaman, bu narsalarni o'ylaydigan odam hozirgi mana bu materialga o'xshagan likkillab yurmaydi baribir. Buni tushungan ayol. Faqat aytadigan narsamiz shundan iboratki, ota-onalar farzandiga e'tiborli bo'lishlari, qizlarni mahkamroq ushlashlari. Endi qiz bolani mahkam ushlash hammani vazifasi. Otani, onani, momoni, boboni, ukani, akani, yaqinlarni hammani vazifasiga kiradi. Mahkamroq ushlash. Men bunaqa qo'g'irchoq o'ynatadigan bolalarning qo'lida qo'g'irchoq bo'lib qolmasligi uchun. Bu bolalar uchun bu qizlar adnorazviy narsa. Qizlar uchun ham bolalar adnorazviy. Puli tugaguncha baribir. Bunaqalardan jamiyatni o'zimiz tozalamaydigan bo'lsak, jamiyatni o'zi tozalanmasa, tashqaridan kelib birov buni tozalamaydi. Hech kim sizlarga qarsak chalib zo'r o'qiyibsan deb maqtab qo'ymaydi sizlarni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni ko'rganlaringiz uchun rahmat. O'zingizlarning fikrlarni baribir kommentariyaga yozib qoldirsanglar bo'ladi. Buni noto'g'riligini bilaman, lekin mendan ko'ra sizlardan ko'proq aqlliroq fikr chiqadi. So'kmasdan yozinglar iloji boricha, chunki Ommaviy axborot kommunikatsiyalar agentligi markazi tomonidan 707-sonli Vazirlar Mahkamasining 707-sonli qaror loyihasi bo'yicha tashkil qilingan tashkilot bizning kommentariylarimizni o'qiydi va mana buni o'chir deb yozishga meni majbur qilmasin, iltimos. So'kmasdan yozinglar. Otangga rahmat deganday bo'lmasin. Salomat bo'linglar. Shaxsiyatga tegilmasin.